Bundan tashqari bergan zakotimiz, bergan sadaqamiz sababli Alloh subhanahu va taolo taqdirimizda turgan baloni o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. Mumkin ekan. Musa alayhissalomning oldilariga bir ayol keldi. Ey Musa, necha yildan beri bolam yo'q, farzandim yo'q. Bir duo qiling, Alloh menga ham farzand bersin. Musa alayhissalom bu ayolning nomai amali ko'rsatildi deyiladi. Nomai amaliga qarasalar, unga farzandsizlik bitilgan ekan. Farzand ko'rmaydi bu ayol, tug'maydi degan nomai amalida turibdi. Nima deyishni bilmas ekanlar Musa alayhissalom. Sabr qiling desalar, nimaga duo qilmayapsiz? Taqdiringizda shunaqa ekan deb qo'yibdilar. Keyin bir qancha yil o'tgandan keyin haligi ayol, ey Musa, endi meni haqqimga duo qilmang, balki qo'limda turgan bolamni ham duo qiling deb bolasini ko'tarib kelgan ekan. Musa alayhissalom hayron qolgan ekanlar, subhanalloh. Robbim, buni qadari boshqacha edi-ku.